Aylanmadan olinadigan soliqdan ilk marta QQS to'loviga o'tgan tadbirkorlar rag'batlantiriladi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab ilk marta QQS to'loviga o'tgan tadbirkorlar quyidagi tartibda rag'batlantiriladi. Birinchisi, siz 1 yil davomida foyda solig'i to'lashdan ozod qilinasiz. Ikkinchisi esa bu 1 yil davomida QQS to'lovchi sifatida soliq organlarida hisobga qo'yish tartibini buzganingiz uchun moliyaviy jarima qo'llanmaydi sizga nisbatan. Uchinchisi esa 6 oy davomida buxgalteriya xizmatlari xarajatlarining har oyda mehnatga haq to'lash eng kam miqdorni 3,5 baravardan oshmagan qismini to'layotgan soliq to'lovlari hisobidan chegirib tashlanadi. Bundan tashqari 2026-yil 1-yanvardan boshlab soliq majburiyatlarini bajarishda quyidagi proaktiv xizmatlar joriy etiladi, ya'ni unga ko'ra yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i va yer solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq bo'yicha soliq hisobotlarini shakllantirish vazifasi soliq organlariga o'tkaziladi va ushbu majburiyat soliq to'lovchilar uchun bekor qilinadi. Soliq organlari tomonidan shakllantiriladigan soliq hisobotlariga soliq to'lovchi tomonidan 5 ish kunida zarur tuzatishlarni kiritish va tuzatish kiritilgan soliq hisobotini taqdim etish huquqi beriladi. Agar videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, barcha tadbirkor tanishlaringizga jo'natib qo'ying.